Pardozni yuzlari hech ham ko'rmagan, qimmat restoranga bir bor kirmagan, ro'zg'orning tashvishidan bo'yin burmagan, sabringizga ta'zim qilay qishloq ayoli. Qo'lida 2 chelak saharlab turgan, 10 chaqirim hech gapmas dalada yurgan, tanduru o'choqlar bilan suhbatlar qurgan, sabringizga ta'zim qilay qishloq ayoli. Sochlari rang ko'rmaydi ro'mol boshida, bir etak bolalari yurar qoshida, momo bo'lib ulgurdi 41 yoshida, sabringizga ta'zim qilay qishloq ayoli. Tongda turib ketmon bilan chopadi yerni, o'choq yoqib qo'lda yuvar to'plagan kirni. So'rab ko'ring hech so'zlamas ichdagi sirni, sabringizga ta'zim qilay qishloq ayoli. Ona assalomu alaykum. Yo, ona bugun bora olmayman lekin. Keliningiz uydagilar chaqirib qo'ygan. Qaytib ikkinchi kuni boraman ona. Bo'pti ona, men bir joyda edim, keyin gaplashamiz. Ishilbot to'ka qutlaylik, salom alaykum. Siz? Qutlang, ayda qutlang 65 ming, srednisi bor 95 ming, pasi ad bo'lmaylar. Shu maydasi 65 ming, oka? Ozgina farqi bor, molimizda ozgina farqi bor. Keling, rahmat. Qulpinoylar necha qilib otdi aka? Aka, qulpinoylar qaysi bor? Mana o'rtachamiz bor 65 ming, srednimiz bor mana. Menga aka zo'ridan bering, zo'ridan. Zo'ridan bor, siz xohlagan bor, mana shu eng zo'ri 120 ming qilib beryapsiz 1 kilosi. 2 kilo qilib bering, keliningiz bilan bir maza qilib yeydi aka. Xo'p bo'ladi. Akamizga 2 kilo at bordan tortib beramiz a. Keling aka. Assalomu alaykum. Keling aka. Nimalardan beraylik aka? Qulpinoylar necha pulga otgan aka? Aka, qulpinoylarimiz mana mayda qulpinoylarimiz 65 ming bo'lyapti 1 kilosi, mana 95 ming, eng adborimiz bor 120 mingni qilib beramiz aka. Qaysi biridan qilaylik? Aka, o'sha arzonroqdan qilib beravering, faqat $20 ming so'mlik to'g'rilab qilib bera olasizmi? Aka, endi qora qolaylik, 20 mingga ozgina olib ezib oborasizmi? Aka, onamni og'ir kasal edilar. O'shanga necha kundan beri tuz topmayaptilar. Bugun obed payti o'rnlaridan turib ko'zlarini ochib bolab qulupni yegim keldi. Dedilar, o'shanga to'g'risini aytsam dunyolarga sig'may ketdim aka. O'shanga nima qilib bo'lsa ham yonimda tashib 20 ming so'm pulim bor aka. Shu o'shanga nima qilib bo'lsa ham shu pulga qancha yetsa ham bering aka. Iltimos, iloji bo'lsa shu 20 ming tortib bersangiz onamni olib borardim aka. Aka, mashhur qiladi olasiz. Onaxonga berasiz aka. Men pulim Yo'q, 20 ming. puli kerak emas. Duo qilib qo'ysalar bo'ldi, hech narsa kerak emas aka. Aka, men ijolat Hech qilmoqchiman aka. xijolat qilmang aka. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim Aka, boyga 2 kilodan yana bitta qilib bering. so'lib boryapman demang, tamom bo'laman.